Cobalt 12700 ana salonda to'xtagan. Salondan kelib olganlaringiz ma'qul. Kredit qilmanglar do'stlar. Kreditni men tavsiya etmayman. Lekin taksiga chiqib ishlayman deydiganlarga bo'ladi. Lekin ming bir o'ylab ko'rishlaringizni xohlayman, chunki boshlanish to'lov 50 million bilan chiqsa ham, 40 million bilan chiqsa ham, 30 million bilan chiqsa ham mashinani sug'urtasi bor. Sug'urtasi 5 yillik sug'urtasi 5 million qaysidir banklar qiladi, qaysidir banklar 7 million qiladi, qaysidir banklar 10 million qiladi. Agar naqdga olsangiz mashinani sug'urtangiz 300 ming, 400 mingmi yo maksimum 800 mingga qilasiz naqdga olsangiz sug'urtani. Bular men hayronman, sug'urtaga buncha katta pul oladi. Bank o'sha sug'urtani sizni kreditga olayotganingiz uchun bank majburlab qo'yadi-da. Endi minus tomonini aytayman, kreditda plus tomoni ham bor. Nima deydi? Cobaltli bilasizda, yangi pachka, shot spravka cobaltli bilasiz.